O'zbekistonda ko'p qavatli turar joy binolar qurilishi bu developerlar xatosimi yoki shunchaki dunyo tajribasini bilmaslik? Hurmatli developerlar, ko'p metr kvadrat qurilishi bu daromadli qurilish degani emas. Keling buni Singapur misolida ko'rib chiqamiz. Singapurdagi eng arzon turar joy kompleksi. O'zbekistonda biz lyuks deb hisoblaydigan turar joy binolardan ham qulayroq. Singapur kichik davlat shahar bo'lib, Pangol kvartalini ko'rib chiqamiz. 15 daqiqalik shahar tamoyili asosida qurilgan, ya'ni inson uchun kerak barcha servislar 15 daqiqa piyoda yurish uzoqligida. Ahamiyat bersangiz, barcha binolar bir-biri bilan yo'laklar bilan bog'langan. Undan tashqari ko'p binolarning birinchi, ikkinchi qavatlari hech qanday turar joy emas, balki parkovka yoki tijorat servis obyektlari joylashtirilgan. Sababi esa oddiy, yerto'la qurish qimmat, past qavatlar esa shovqin. Texnik binolar ustida esa sport va bolalar maydonchalari. Shuningdek, o'zbekchilik uchun juda mos hisoblangan vertikal hovlilar va shamol aylanishi uchun yashilliklar juda mukammal yechim topgan. Mahalla yoki zamonaviy tilda aytganda bloklar markazi esa shu yerdagi aholi uchun kerak barcha xizmat turlarini joylashtirgan. Bizga o'xshab qayerga butka qursam ekan deb yurmaydi. Hattoki qo'shni blokka o'tish uchun ham ko'priklar mavjud. Bloklar ichida esa faqatgina yashillik, bog'lar qilingan. Hattoki suv toshbaqasi ham ko'rishingiz mumkin. Butun bloklar atrofida esa velo yo'lak. Ha, bu aynan arzon turar joy sharoiti. Siz O'zbekistonda shunday uyda turishni xohlarmidingiz? Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying va albatta siz bilgan developerga jo'natib qo'ying.